Assalomu alaykum. JavaScript Interview playlistimizning navbatdagi darsiga xush kelibsiz. O'tgan darsimizda this qanday ishlashini ko'rib chiqqandik. Bugun esa this bilan bevosita bog'liq bo'lgan 3 ta muhim metodni o'rganamiz. Bular call, apply va bind hisoblanadi. Intervyuda ko'pincha ularni farqi so'raladi. Shuning uchun bugun asosiy e'tiborni qanday ishlashi va bir-biridan farqiga qaratamiz. Demak, calldan boshlaymiz va kod editorga o'tib, kod yozib, tushuntirishni boshlaymiz. Va ism hisoblanadi. Ikkinchisi ikkinchi deylik value the function salomlash degan funksiya yaratilib, ichiga console log qilib salom deymiz va ism deymiz. Hop, demak salomlash birinchi va ikkinchi deymiz. Demak bizda natijamiz ko'rib turganingizdek mana natijamiz salom Ali va salom Vali chiqyapti. Endi buni kodni tahlil qilamiz. Bu yerda birinchi va ikkinchi nomli ikkita obyekt yaratdik. Mana tepada ikkita obyekt salomlash, mana salomlash nomli funksiya ichida this, ya'ni mana bu ism deb berilgan. Endi buni ishlatilgan call metodidan foydalanib this qaysi obyektga tegishli bo'lishini belgilayapmiz pastda. Mana bu call metodi. O'shandan mana bu obyektlarni belgilab, qaysi obyektga tegishliligini belgilayapmiz. Birinchini bossak va birinchidagi ism Aliga murojaat qilyapti va salom Ali ekranga chiqyapti, natijaga chiqyapti bunday aytganda. Xuddi shunday keyingisi ham valini shunaqa tartibda natija qilib chiqaryapmiz. Xo'p, demak biz callni qanday ishlashi, nimaligini ko'rib oldik. Endi call argument bilan qanday ishlaydi? Xo'p, const foydalanuvchi deymiz va bu joyga yana ism Ali deymiz va pastga tushib bitta funksiya yaratamiz, salomlash va buni ichiga shahar degan argument qo'shamiz. Demak, console log. Hop, console logga this deymiz, ism va plus bo'sh joy qolish uchun yana plus shahar deymiz va pastga salomlash bo'limiga chiqamiz va callni yozamiz. O'shandan keyin foydalanuvchi deymiz va bitta virgul Toshkent deymiz. Bu tartibda Ali Toshkent bo'lib chiqadi. Endi call faqat thisni belgilash uchun emas, funksiyaga argument berish uchun ham ishlatiladi. Bu yerda birinchi argument foydalanuvchi. Ko'rib turganingizdek, foydalanuvchi shuning uchun this shu obyektga teng bo'lyapti va ikkinchi argument Toshkent bo'lib shahar parametriga beriladi. Natija Ali Toshkent chiqadi. Xo'p, demak argument bilan buni ko'rib oldik. Endi yuqorida aytganimizdek apply'ni ko'ramiz. Demak, apply qanday bo'ladi? Const foydalanuvchi xuddi mana bunaqa boyagidek ism obyekt yaratib Ali deymiz va function salomlash va bunga shahar va yosh deymiz. Endi log deymiz va this ism qo'shamiz va bitta bo'sh joy qoldirish uchun va yana bitta shahar qo'shamiz va bitta bo'sh joy yana qo'shilgan yosh deymiz. Endi
salomlash. Xo'p, apply. Demak, foydalanuvchi virgul qo'yamizda. Toshkent deymiz. Bitta virgul bilan 20 deb qo'yamiz. Demak, natijani ko'ramiz. Ali Toshkent 20 bo'lib chiqyapti. Demak, Apple ham call kabi this'ni belgilaydi. Asosiy farqi argumentlarni berish usulida hisoblanadi. Ya'ni argumentni berish usulini ko'rib turganingizdek, yuqorida ko'rganingizdek mana. Ya'ni callda argumentlar alohida beriladi. Ya'ni call obyekt, argument 1, argument 2 bo'lib. Apply'da esa argument bitta array ichida beriladi. Ya'ni apply obyekt yoziladi, keyin to'rtburchak qavs deymiz va argument 1, argument 2 va hokazo shunaqa yoziladi. Demak, call va apply'ning asosiy farqi argumentlarni qanday uzatishda hisoblanadi. Misol uchun, mana bu ikkalasini farqi degan joyimiz mana bu bo'lyapti. Alohida pastga tushirib yozib qo'yaman. Xo'p, demak, mana ko'rib turganingizdek, bu ikkisini farqi bo'lib chiqyapti. Agar mana bunga men bitta virgul qo'yib 20 qo'yib qo'ysam mana. Bu yerda hamma narsa bir xil, faqat tartibi har xil. Ya'ni call argumentlarni alohida beradi, apply esa argumentlarni array ichida beradi. Ikkalasi ham funksiyani darhol chaqiradi. Xo'p, demak, farqi deb yozib qo'yamiz va buni belgilab qo'yamiz. Demak, endi biz bindga yetib keldik. Bindni ko'ramiz. Bindni ham const foydalanuvchi va ism Ali deymiz va function salomlash va console log salom virgul qo'yib qo'yaylik. Plyusdan keyin this ism deymiz. Xo'p, endi const deymiz. Salom va salomlash deymizda va bind deymiz. Endi buni ichiga foydalanuvchini berib yuboramiz. Endi pastdan salom deb chaqiramiz. Xo'p, natijamiz salom Ali chiqyapti. Endi buni tahlil qiladigan bo'lsak, bind ham this'ni belgilaydi. Lekin call va apply'dan asosiy farqi shundaki, bind funksiyani darhol chaqirmaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni callda ham apply'da ham funksiyani darhol chaqiradi dedik. Demak, bunda darhol chaqirmaydi. U yangi function qaytaradi va biz u yangi functionni salom o'zgarishiga saqladik va keyin salom deb chaqirganimizda funksiya ishladi. Ko'rib turganingizdek yuqoridagi kodda. Endi bu uchalasining eng muhim farqlari, ya'ni sanab o'tamiz. Call this belgilaydi, darhol chaqiradi. Apply ham this belgilaydi, darhol chaqiradi. Bind esa this belgilaydi, yangi function qaytaradi, keyin chaqiriladi. Mana shu farqlari hisoblanadi. Endi sizga masalan intervyuda taxminan qanaqa mana bunaqa bitta savol kod orqali berilishi mumkin. Misol uchun const deymiz, foydalanuvchi, ya'ni xuddi boyagidek ism masalan Elmurod function tanishtir deymizda va yozib console logga this ism deymiz va tanishtir deb call foydalanuvchini beramiz. Natija Elmurod chiqib turibdi. Natija nima bo'ladi degan savol bo'lsa sizga mana kod qanday ishlayapti va natija qanday bo'ladi? Natija Elmurod bo'ladi. Ya'ni call orqali this'ni foydalanuvchi obyektiga bog'ladik bu joyda. Shuning uchun this ismi Elmurod qiymatini bizga beryapti. Xo'p. Demak, bu joyda biz hammasini bir qator ko'rdik. Siz yana eslab qolishingiz kerak, ya'ni bugungi darsimizda ko'rdik call, apply, bind.
asosiy farqlarni ko'rdik. Eng muhim qismi eslab qoling, ya'ni call alohida argumentlar va darhol chaqirish, apply esa array ichidagi argument va darhol chaqirish. Bind yangi funksiya qaytaradi. Xo'p, demak, bugungi darsimizni yakunlasak bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.